Negr sizlar bilan men Steve Gaming bolalar, hammaga salom. Bugungi videomizda har doimgidek top 3 ta eng zo'r va qiziqarli modlarni obzor qilamiz. Gapni cho'zmasdan qani top 3-modimizga ketdi bo'lmasam bolalar. Mana top 3-modimiz. Bu mod Marvel Zombies degan mod ekan. Xullas, bu modda afzal taraflaridan bittasi sizlarga qurol qo'shadi va qahramonlarning kuchlarini, qurollarini qo'shib beradi. Mana tuxumlarga kirganimizda pastroqda mana Hulkniki bor. Bundan tashqari o'rgimchi odam, temir odam, mana Kapitan Amerikaniki, mana Zombie Woman, Spider Womanniki, keyin bu hozir Zombie Iron Man, temir odamniki va mana Ghost Rider'ni oti. Oh my god! Olovli odam, mana olovli odamni Ghost Rider deyishadi. Xullas, mana Hulk, mana qurollari bilan qanaqa uxlashni bilmadim. Hozir sizlarga tordi boltasini olib ko'rsataman. Mana otadi, chaqmoq. Menga juda ham yoqdi bu mod. Sizlarga ham tortib o'ynab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Bu modni men Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Telegram kanalim YouTube kanalimni biosida bo'ladi. Tagida o'tib modlarni yuklashinglar bo'ladi. Bu ot yaxshi ekan, sizlar o'rganadi, egar qo'yib choptirsanglar bo'ladi. Juda ham kuchli. Yana sizga o'rgangandan so'ng siz o'rgan hamma narsani xuddi kuchli bobingizdek o'ldirib tashlaydi. Mana temir odamga hech narsa ta'sir qilmadi. Buni sizlar video olishdan oldin ancha sinab ko'rdim. O'xshaydi. Kirib mazza o'ynashinglar mumkin. Hop, mana sizlar hozir o'rgimchi odam Womanni ko'rsataman. Oldin mana temir odam o'ldirishim kerak. Yana bu tordi boltasi aynalar ekan, xuddi kinolardagi aynalganda jonlarni oladi. Mana Spider Woman. Ya bu gay bo'la. Bu erkak kishigan. Bola shunaqalar ko'payib ketyapti. Sizlar ham shunaqa bo'lmasanglar. Yana shuni qo'yaman. Shunaqa bo'lmasanglar videoga like bosib qo'yinglar. Mana Kapitan Amerika. Kapitan Amerika ham juda zo'r. Xuddi hayotdagidek qilib ishlangan, faqat zombi versiyasi. Yana bularni ikkiga bo'linib yarimta bo'lib qolishi ham mumkin. Mana o'rgimchi odam, bu ham yaxshi o'xshaydi menimcha. Yaxshi ko'rinadi. Agar unga kimdir zarar yetkazsa o'ldiradi. Mana Kapitan Amerikan quroli. Yana mana o'rgimchi odamniki. Yana qanaqadir tros o'rgimchi odamniki. Mayli o'zlaring ko'ra olasizlar. Sizlar hozir buni ham ko'rsam hech narsadan qiziq qolmaydi. Xullas, mana Kapitan Amerikani. Kapitan Amerikani yarimta qilib qo'yibdi ko'rganlaringdek. Mana keyingisi hozir sizlarga trosni ko'rsataman. Avvalroq Kapitan Amerikani yo'q qila olay. Mana bu qanaqadir tros. Bu trosni tez yechib tashlab, axir musulmonmiz. Hozir istaymiz bunaqa troslarni taqishni maslahat bermayman, chunki biz musulmonmiz do'stlar. Xullas, gapni ko'paytirmasdan keyingi modimizga o'tamiz. Bu modlarni yana aytaman, Telegram kanalimdan yuklay olasizlar. Xullas, keyingi top 2-modimiz, bu mod emas, karta. Xullas, jin sizlarni 2-3 ta tilaklaringni bajaradi. Xullas, bundan super qobiliyat, yegulik, pul, shunga o'xshash boylik, har xil narsalarni so'rasanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga o'zim o'ynab ko'rsataman. Bu aniq 100% o'xshaydi. Bu karta. Borib bossanglar ichidan har xil rangli chiqar ekan. 3 marta o'ynab ko'rdim. Boshida ko'k chiqdi, undan keyin baqlajon rang chiqdi. Ismi yodimda yo'q. Baqlajon rangini. Keyin bunisi yashil chiqdi hozirgisi. Mana hozir men olib ko'radiganim 3 ta olmoqchiman. Mana trade bosasizlar, keyin qanaqadir ko'rinmaslik bo'lsa kerak bu. Keyin men mana shu dunyoni olmoqchiman. Hozir olib ko'raman.
lekin bular nima qilishini bitta ham bilmayman, chunki men har safar boshqa narsalarni olib ko'rdim. Mana 3 dan boshqa ikkalasi ham bizga umuman kerak ekan, faqat ovqat beribdi. Mana hozir bularni tekshirib ko'ramiz. Uchadimi yo'qmi? Bitta bo'lsa sizlar o'zi osmondasizlar, mana ko'rganlaringizda uchib ketasizlar. Bu modam juda ham qiziq. O'ynab ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Xullas, gapni ko'paytirmay, biz keyingi modga o'tamiz. Negerlar, qani go! Xullas, bolalar, obunachilar, top birinchi modimizda hamma qidirgan mod o'sha o'zbek tili modi. Bu modni menimcha hamma qidirgan. Bu modda yana ham aytaman 3-marta meni Telegram kanalimdan olasizlar. Telegram kanalim YouTube kanalim biosida bo'ladi. Hozir men sizlarga uni qanaqa qo'shishni o'rgataman. Bu to'g'riroq mod emas, tekstur pak. Sozlamalarni bosasizlar. Hozir menga sal nosozlik bo'lib qoldi, kechirasizlar. Sozlamalar. Keyin pastroqqa tushib, global manbalar, sizlarga global resurs turadi inglizchada. Agar inglizcha bo'lsa, ruschani bilmayman. Keyin men bitta xuddi mod qo'shgandek qo'shasizlar. Menda qo'shilgan uchun mana buni o'chirib sizlarga ko'rsataman. Mana o'zbek tili modi. Mana o'chiraman, keyin bu yerdan chiqaman va hozir mana o'zbekcha bo'lgan narsa inglizchaga aylanadi. Hozir ko'rasizlar. Mana loading resurs, mana o'zi inglizchaga aylanadi. Hozir qo'shib ko'rsataman, keyin hamma narsa o'zbekchaga aylanadi. Hattoki o'yinning ichida o'ynaganlaringda ham o'zbekcha bo'ladi. Masalan, suv, paqirlar, to'g'rirog'i o'sha chile nima deyilsa, inglizchada o'sha chile deb yozilgan bo'ladi. Xullas, gapni ko'paytirmaymiz. Qayerdan yuklab olishni bilinglar. Hammaga xayr. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Iltimos, like, podpiskani ayamaymiz bolalar.